Bugun do'stlar, xizmatdagi aka-ukalarimizdan ikkita savol so'raylikki. Birinchisi, yetim bola kim va yetim bolaga yaxshilik qilganlarga Xudoy taolo qanaqa savob beradi? Yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Tinchsiz? Siz qayerdan kelasiz? Norindan. Norin Namangan bitta tumani. Xuddi shunaqa. Qarang, ikkita savolim bor sizga. Yetim bola o'zi kim u va Xudo unga yaxshilik qilganga qanaqa savob beradi? Yetim bola endi bizning nazdimizda o'sha otasi yoki onasi yo'qda yetim bola deymiz. Aslida unday emas. Va bir yaqin do'sti yoki Alloh uchun uni boshlaydigan, to'g'ri yo'lga boshlaydigan inson yo'qda asli yetim deb tushunaman men. Asli. Unga yaxshilik qilganga Xudoy taolo nima mukofot berishi mumkin? Nima deb eshitgansiz? Biz eshitganlarimiz o'sha dunyoda ham, oxiratda ham barcha eng biz bilgan, bilmagan yaxshiliklarni Alloh taolo unga berib qo'yadi. Bu dunyoda uni aziz va mukarram qilib qo'yadi. Biz shunday deb ishonamiz. Bu yigit manzilni bilaman, Olimbekdan keladi. Necha yildan beri xizmatdasiz? 2020-yilda. 5 yil bo'libdi, xizmatingizni Xudo qabul qilsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetim bo'lganlar. To'g'ri. Endi yetim bolaga yordam bergan, yaxshilik qilganlar Allohning do'stlari, jannatda umid bo'lgan yaxshi insonlar. Rahmat. Kam bo'lmang, salomat bo'ling. Mana shu odam ham necha yil bo'ldi xizmatga kelganingizga? 5 yil. 5 yil. Kam bo'lmang, Alloh qabul qilsin. Allohni bir qandaydir bir suygan bandalari deydi bular. Hammaga ham nasib qilmayapti, ammo yetim bolalarning xizmatini qilish, yetim bolalarga kafillikka olish hammaga ham emas ekan. Endi Xudo o'zi tanlab olar ekan. Tanlab olar ekan, to'g'ri. Yaxshilik qilganlarga Alloh xudo xolasa Alloh taolo jannatda va'da qilingan joylar jannatda va'da qilishganda. Ilohim. Hojiboy, ashayliga yeting Xudoya. Alloh uchun yaxshilik qilamiz. Allohdan savob umid qilib, inshaalloh oxiratda payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan birga bo'lishni. Ilohim. Alloh birga qilsin. Ko'p odam izlashdan chiqib qoladi. Qayerdansiz? Namangan viloyat Norin tumani. Namangan viloyat Norin tumanidan kelar ekan. Norinliklar ko'p ekan. Shu bolalarga xizmat qilish uchun kelib shu yerda har seshanba hasharliklarga qarashyapmiz. Bu bizga yetim bolalarga kafil bo'lgan kafil otalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Shu yerlarda biz ham hissamizni qo'shish uchun oz bo'lsa ham harakatdamiz. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Sizdan ham Xudo rozi bo'lsin. Ata kelasiz, shu yetim bolalarga bir yaxshilik bo'lsin, xizmat bo'lsin deb, ha? Qo'limizdan kelgancha biz ham shu kafil otalarimizga havas qilib, bizni ham shu darajalarga yetkazsin Alloh taolo. Sahiy g'aniy boylardan qilsin. Amin. O'nlab oilani yetim bolalarni kafillikka oladigan boy bo'lib ketgan ekan. Salomat bo'ling. Nima maqsadda kelasiz? Maqsad? Savob umidida. Voy azizlarim, hali yosh bola necha kirdingiz? 15. 15 ga kirgan bola savob umidida keladigan bo'lsa, o'tgan safar Ilohim hojibamiz aytdi-yu, bu bolani ota-onasi yaxshi bo'lganligi uchun kelar ekanda, ota-onasi buni ustiga xizmat qilib qo'yganligi uchun, bu bolaning shu luqmasi toza bo'lganligi uchun kelib shunaqa xalqiga xizmat qilar ekan, shunaqa diniga, shunaqa yetim bolalarga, g'arib ko'ngillarga xizmat qilar ekanda. Xudoy umringiz uzoq bo'lsin. Katta bo'lganda orzungiz nima edi? Shu dasturchi bo'lish. Dasturchi? O'zingiz o'ylagandan yaxshi bola bo'ling. Salomat bo'ling. Juda ham qiyin bo'lsa kerak. Ota-onasiz tasavvur qilish qiyin juda ham hayotda. Sizni ota-onangiz hayot-a? Hayot, Allohga shukr. Hayot, alhamdulillah. Shu ota-onangiz hayot bo'lsa ham ularga qiyinligini his qilyapsiz-da. Endi tasavvur qiling, haqiqatan ham ota-onasi yo'q bolalarga oson emasligini. Yo'q, oson emas, umuman oson emas. Mana bitta farzandni o'zi oddiy yuradigan qilib holatga keltirib olish qanchalik qiyin. To'g'ri. Ota-ona qanchalik mehnat qiladi. Endi u farzand ota-onasi yo'q bo'lsa, bilmadim. Juda ham qiyin bo'lsa kerak. Juda ham qiyin. Endi ichimga nasib qilmasa yetimlik endi bilmadim. Iloji yo'q, endi Allohning taqdiri. Xo'p, endi qarangda o'sha siz juda ham qiyin deyotgan bolalarga yaxshilik qilayotganlar va uni xizmat qilib o'zlaring har hafta uzluksiz ehson qilayotgan opa-uka, aka-ukalarimiz va hatto ko'p musofirda yuradi. Shu insonlarni kim deb o'ylaysiz? Qanaqa odamlar deb o'ylaysiz ular? O'ta baxtli odamlar, endi shunchalik endi Xudoyim shu ishga egiltirib qo'ygan yoki shu ehson qilishga nasib qilib qo'ygan o'ta baxtli odamlar. Endi Xudoyim nasib qilmasa hech kim bilmadim, hech kim bunaqa qila olmaydi endi. To'g'ri. Uzluksiz bo'lib.
juda ham ajoyib ishlar. Necha yil bo'lgan bu yerga xizmat qilayotganingizga, haligi Xudo uchun? Bu anig'ini bilmayman, bir 2-3 yil bo'lib qoldi. Anig'ini bilmayman. 2-3 yildan beri uzluksiz bo'lyapti, to'g'rimi? Siz kelganingizdan beri. Biror hafta qolib ketmayo, biror marta nima bo'lgan Allohga shukr, juda xursandmiz. Siz aytmoqchi, o'ta ham baxtli odamlar. Ha, albatta. Alloh sizga ham o'shanday baxtlar nasib qilsin. O'nlab, yuzlab oilalarga kafillikka olib bering. Xudo xohlasa. Salomat bo'ling. Hurmatli tarmoqdagilar, yetim bolalarni ochilgan kunidan beri o'zimiz shu Rustamjon domlamiz bilan birga xizmatga kirganmiz. Shaxsan o'zimda bitta tushuncham bor. Kimgadir xizmat qilsang, Xudo taolo albatta mukofotlaydi ertaga yoki indingada. Hozir ukamiz aytgandek, juda ham qiyin bo'lgan bolalarga, ya'ni dadalarini topshirib qo'ygan, hayotda mazlum bo'lib, qiynalib, dadalarni kutib butun umr dadani ovoziga dada deyishlikka ham zor bo'lib ketgan yigitlarga, qizchalarga xizmat qilsang, ular seni tasavvur qiling, o'zingda o'zing hech bir yig'lab duo qila olmaysan-da, lekin u bolalar seni har hafta yig'lab duo qiladi. Shuning uchun ham Xudo taolo hamma xizmat mukofotini ertaga indinga berar ekan, lekin yetim bolaga qilingan yaxshilikni, xizmatni, ehsonni mukofotini shu bugun qilgan bo'lsang, senga shu bugunoq Xudo taolo ko'pgina qilib to'lab qo'yar ekan. Alloh sendan hech qachon qarz bo'lishni xohlamas ekan. Haligi Abdurahmon ibn Afga savol berishadi-yu, men Allohga yutkizaman har safar ehson qilganimda deydi. Xudoya kafillarimiz bu narsani qalbidan his qilishadi, Allohga qanchalik ehson qilib yutkazishayotganligini o'zlari biladi. Ilohim, mayli dunyoda yutkazishib tursin, Allohga. Oxirat kunida Xudo xolsa Alloh albatta jannatini beradi. Rasululloh alayhissalomga jannatda qo'shnilik maqomini beradi va eng ulug' maqom bo'lgan Xudo taolo o'zini jamolini shu kafillarimizga xizmat qilayotganlarga barcha dunyodagi musulmonlarga ko'rsatadi. O'sha yuzidan bebahra qolib ketishlikdan Robbi taoloni o'zi asrasin. Salomat bo'linglar.